Prezidentimizning har bir tashrifi tarixiy voqealarga sabab bo'ladi. Mana Xivaga temir yo'lni keltirilishi, Jaloliddin Banguberdi nomi bilan atalishi ham o'zi bir tarixiy voqea. Shu bilan birgalikda aeroportdan vokzalgacha bo'lib temir yo'lni tashkil qilinishi, ya'ni keltirilishi bu ham xorijiy sayyohlarning kelishiga yanada katta imkoniyatlardan biri hisoblanadi. Oldin bu narsalar yo'q edi. Urganchdan Xivaga kelish uchun 45-50 minutda oddiy nimada mashinalarda turistlar kelar edi. Ular uchun xavfli tuyular edi. Buxorodan kelish uchun ham xavfli tuyulgan, unchalik qulaylik bo'lgan emas. Endi hozirda mana tezyurar poyezdlarning kelishi hamda aeroportdan Xivaga temir yo'lni keltirilishi faqatgina Xorazmda tashkil qilingan imkoniyatlardan biri deb hisoblanamiz. Bu degani xorijiy sayyohlarning kelishini yildan yilga yana oshishiga sabab bo'ladi. Mana uzoq yillardan buyon mana shu turizm sohasida faoliyat ko'rsatib keltirman. Keyingi 10 yilning ichida 30 yilga yaqinlashgan bo'lsa ish faoliyatimga keyingi 10 yilning ichida 20 yilda qila olmagan ishlarimni qilib bildim. Ya'ni o'zimni sohamni kengaytirishga, yanada yuqori cho'qqa erishib bildim desam mubolag'a bo'lmaydi. Prezidentimiz shunday so'zlarni aytib o'tdilar: agar 50 o'rindan ziyod o'ringa mo'ljallangan mehmonxona qurishni xohlaganlar bo'lsa, unga 16% miqdorida, ya'ni imtiyozli miqdorda kredit berishni aytib o'tdilar. Keyin svet, gazdan limitlarni chegarasini bo'lmasligini aytib o'tdilar. Ko'p imkoniyatlar yaratildi. Buning uchun prezidentimizga o'zimizni minnatdorchiligimizni bildiramiz. Hurmatli yurtboshimiz bilan bo'lib o'tgan uchrashuvda menda alohida taassurot, alohida kayfiyat bo'ldi. Chunki yoshlarimizga berilayotgan e'tiborning ifodasi, hech qachon bo'lmagan bunday sharoitlarning yanada yaxshilanib borishi albatta Xorazm yoshlari uchun eng bir katta tashabbus deb o'ylayman. Ana shu Kasblar shaharchasiga tashrifi davomida hurmatli yurtboshimiz o'quvchilarimiz bilan uchrashdi. Ularning kayfiyati, ularning fikrlari bilan o'rtoqlashdi. Ushbu shaharchada Germaniya va Xitoy tajribasi asosida o'quvchilarimizni yashil energetika, gidroponika, elektrotexnika, payvandchilik, santexnika kabi kasblarni, sun'iy intellekt o'rnini bosa olmaydigan kasblarimizni yoshlarimizga zamon talablari asosida ko'maklashish, bunday ko'nikmalarni ularda shakllantirish maqsadida ushbu Kasblar shaharchasi yo'lga qo'yildi. Prezidentimiz tomonidan ushbu tashabbus barcha hududlarda bosqichma-bosqich tarzda keng tatbiq etilishi belgilab berildi. Ushbu Kasblar shaharchasida bilimlarga ega bo'lgan o'quvchilarimiz keng daromadlarni, qo'shimcha daromadlarni oilalariga keltirishi, mehnat bozoriga ishonch bilan, dadillik bilan kirib kelishi, shuning bilan birgalikda o'z oilalariga qo'shimcha daromad keltirishi bu o'quvchilarimizni bugungi kunda kelajakdagi o'rnini topishlariga zamin yaratadi.